Sizning sog'lig'ingizni saqlashda eng katta xato to'sqinlikni bilasizmi? Birinchidan, vaqt ajratmaslik. Ko'pchilik ayollarimiz oila, ish, tashvish, o'zini majburiyatlarini deb o'zini sog'lig'ini oxirga qo'yadigan ayollarimiz juda ham ko'p. Ikkinchisi, o'zingizga ishonchsizlik. Ko'p ayollarimiz men charchaganman, bunday holat norma, o'tib ketadi deb o'z sog'lig'ini o'tkazib yuborish og'ir darajalarga ham olib kelishi mumkin. Uchinchisi, o'z-o'zini davolash. Internetdan topilgan maslahatlar haqiqiy muammoni hal qiladimi? Bu juda ham shubhali. To'rtinchidan, muntazam tekshiruvlardan o'tmaslik. Ayniqsa profilaktik tekshiruvlardan. Ko'pchilik ayollarimiz buni bilmaydi, bee'tibor, menga kerak emas deb o'ylaydi. Lekin bu profilaktik tekshiruvlar sizni bir qancha kasalliklardan oldini olishi mumkin. Hayotingizni saqlab qolishi mumkin. Siz o'zingizni birinchi o'ringa qo'yishni xohlayman. Siz sog'lig'ingizni nazorat qilsangiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz oshadi va eng baxtli, kuchli ayolga aylanasiz. Eng muhimi, o'z tanangizni vaqtida eshiting. Sog'lom ayol bo'lishni xohlaysizmi? Profilimga obuna bo'ling va videolarimni hech qaysini o'tkazib yubormang. Kerakli maslahatlar faqat siz uchun.